O'zgidromet ertaga 15-may kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz kuni 35-40 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz kuni 38-43 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lib, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 19-24 daraja iliq, kunduz kuni 36-41 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz kuni 38-43 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. O'zgaruvchan bo'lib, shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 18-23 daraja iliq, kunduz kuni 34-39 daraja bo'ladi.